Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensiya oladigan har bir oila uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap shundaki, ko'pchilik pensiya endi ega bo'linadimi? 60 yoshdan oshgan pensionerlarga qanday o'zgarish bo'ladi? Pul kamayadimi yoki to'lov tartibi o'zgaradimi degan savollar bilan xavotirda. Bu ma'lumot faqat pensionerning o'ziga emas, uning farzandlariga, boquvchisiga, bank kartasidan foydalanadigan yaqinlariga ham tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda, misollar bilan kim xavotir olishi kerak, kim esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerakligini birma-bir tushuntiraman. Avvalo bir narsani aniq aytib qo'yaman. Pensiya haqida gap ketganda odamlar ko'pincha ikkita tushunchani aralashtirib yuboradi. Birinchisi pensiya miqdori. Ya'ni davlat sizga oyiga qancha pul hisoblaydi. Ikkinchisi pensiyani to'lash tartibi. Ya'ni shu pul qachon, qaysi shaklda, bank kartasigami yoki naqd pul tarzidami, bir martadami yoki bir necha qismda beriladimi? Pensiya ikkiga bo'linadi degan gap ham ko'pincha aynan shu ikkinchi masalaga, ya'ni to'lov tartibiga bog'liq bo'ladi. Oldin ko'p joylarda pensionerlar o'z pensiyasini bir oyda bir marta to'liq olardi. Masalan, kimdir 1 million 200 ming so'm pensiya olsa, oy boshida yoki belgilangan sanada shu pul bir yo'la kartasiga tushardi yoki naqd pul tarzida berilardi. Pensioner shu puldan kommunal to'lovni, dorini, oziq-ovqatni, qarzini, nevarasiga yordamni o'zi rejalashtirardi. Bu tartib odamlar uchun tushunarli edi, lekin amalda ayrim muammolar ham bor edi. Masalan, pul kelgan kuni hammasi sarflanib ketishi, keyingi haftalarda dori uchun mablag' qolmasligi. Bank kartasi yaqinlar qo'lida bo'lsa, pensionerning o'zi pulni to'liq nazorat qila olmasligi yoki ayrim hollarda to'lov kuni kechikish kabi holatlar uchrardi. Endi muhokama qilinayotgan o'zgarishlarning mazmuni shuki, ayrim to'lovlar bosqichma-bosqich ma'lum qismlarga ajratilgan holda berilishi mumkin. Lekin bu pensiya kamayadi degani emas. Men buni alohida ta'kidlayman. Pensiya ikkiga bo'linishi haqida gap bo'lsa, bu ko'pincha miqdorni 2 baravar qisqartirish emas, balki hisoblangan oylik summani to'lash jadvaliga bo'lish, tartibga solish, ayrim toifadagi fuqarolarga pulni qulayroq yetkazish masalasidir. Shunga qaramay, har bir pensioner o'z holatini tekshirishi kerak, chunki pensiya turi, yoshi, ish staji, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiya ekaniga qarab amaliy vaziyat farq qiladi. Endi men kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerakligini tushuntiraman. Birinchi navbatda 60 yoshdan oshgan, ayniqsa pensiyasini bank kartasi orqali oladigan fuqarolar o'z to'lov sanasini, kartadagi tushumlarni va pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlarni tekshirishi kerak. Chunki bugungi kunda ko'p jarayonlar elektron tizim orqali yuritiladi. Agar familiya, pasport ma'lumoti, yashash manzili, telefon raqami yoki bank kartasi ma'lumotida xato bo'lsa, pensiya o'z vaqtida tushmasligi yoki aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Masalan, bir pensioner opamiz 1 million 500 ming so'm pensiya oladi deylik. Oldingi tartibda bu summa oyning 5 sanasida bir martada kartasiga tushgan. Agar to'lov jadvali 2 bosqichga ajratilsa, birinchi qism 7 ming so'm, ikkinchi qism 7 ming so'm shaklida tushishi mumkin. Bu yerda asosiy savol: opamizning umumiy oylik pensiyasi kamaymadimi? Yo'q. Agar hisoblangan pensiya 1 million 500 ming bo'lsa, oy yakunida shu summa to'liq tushishi kerak. Muammo qayerda chiqadi? Agar opamiz oyning boshida ijara, kredit, kommunal to'lov yoki katta miqdordagi dori xarajatini birdan to'lash kerak bo'lsa, pulning qism-qism tushishi unga noqulay bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim pensionerlarga to'lov sanalarini oldindan bilib oling. Bank ilovasini yoki SMS xabarlarini kuzating. Zarur bo'lsa mahalladagi mas'ullardan yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan yozma tushuntirish so'rang deb maslahat beraman. Ikkinchi misol: ota 62 yoshda, pensiyasi 1 million 100 ming so'm. U kartasini o'g'liga berib qo'ygan, chunki bankomatdan pul yechishni yaxshi bilmaydi. Agar pensiya ikki qismda tushirsa, o'g'li birinchi tushgan pulni olib qo'yib, otaga hali qolgan pul tushmadi deyishi mumkin. Bu juda nozik, lekin hayotda uchraydigan holat. Men bunday vaziyatda pensionerning o'z telefon raqami kartaga ulangan bo'lishini, SMS xabarnoma kelishini, imkon bo'lsa bank ilovasini ishonchli farzandi bilan birga tekshirishni tavsiya qilaman. Pensionerning puli uning shaxsiy daromadi hisoblanadi. Farzand yordam berishi mumkin, lekin pul ustidan to'liq nazorat pensionerning o'zida bo'lishi kerak. Uchinchi misol: bir kishi ishlagan davrida 30 yil stajga ega bo'lgan,
Lekin hujjatlarning bir qismi arxivda qolib ketgan. Pensiya tayinlanganda ayrim ish yillari hisobga kirmagan bo'lishi mumkin. U 6 yoshdan oshgandan keyin menga o'zgarish bo'lar ekan. Pensiya oshadimi yoki bo'linadimi deb o'ylaydi. Bu yerda to'lov tartibi boshqa masala. Pensiyani qayta hisoblash boshqa masala. Agar staj bo'yicha hujjat topilsa, ish haqi to'g'risidagi ma'lumot aniqlansa, qonunchilikka muvofiq pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Demak, odam faqat 2 ga bo'linadi degan gapga qarab qolmasdan, o'z pensiyasining to'g'ri hisoblanganini ham tekshirishi zarur. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz har oy o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, kartangiz faol bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, pensiya turi va miqdori bo'yicha e'tirozingiz bo'lmasa, faqat to'lov jadvaldagi texnik o'zgarishdan qo'rqib ketish shart emas. Siz qiladigan ish oddiy. Tushgan pullarni oy davomida hisoblab boring. Masalan, birinchi tushum 600 ming so'm, ikkinchi tushum 600 ming so'm bo'lsa, umumiy 1 million 200 ming so'm bo'ladi. Agar sizning belgilangan pensiyangiz ham 1 million 100 ming so'm bo'lsa, demak pul to'liq berilgan. Agar farq chiqsa, ana shunda murojaat qilish kerak. Kimlar albatta tekshirish kerak. Pensiyasi kechikayotganlar, oxirgi oyda odatdagidan kam pul olganlar, bank kartasi almashtirilganlar, yaqinda pasport yoki ID karta yangilaganlar, yashash manzilini o'zgartirganlar, boshqa tumanga ko'chganlar. Nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tganlar, ishlashni boshlagan yoki ishdan chiqqan pensionerlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar. Chunki bu holatlarning har biri tizimda yangilanish talab qiladi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya bilan ijtimoiy nafaqa bir xil narsa emas. Yoshga doir pensiya odatda ish staji va to'langan badallar ish haqi ma'lumotlari asosida hisoblanadi. Ijtimoiy nafaqa esa boshqa mezonlar asosida berilishi mumkin. Shuning uchun bir qo'shningiz menga bunday bo'ldi desa, sizda ham aynan shunday bo'ladi degani emas. Men ko'p murojaatlarda shuni ko'raman. Odamlar qo'shnining holatini o'ziga solishtirib, noto'g'ri xulosa chiqaradi. Pensiya masalasida har bir ish alohida ko'riladi. Ikkinchi nozik jihat, 6 yosh degani hamma uchun bir xil huquqiy chegara emas. Erkaklar, ayollar, ayrim imtiyozli kasb egalari, nogironligi bo'lgan shaxslar, zararli mehnat sharoitida ishlaganlar, ko'p farzandli onalar bo'yicha pensiyaga chiqish shartlari farq qilishi mumkin. Shuning uchun oltindan plus degan ibora keng ma'noda ishlatiladi. Lekin hujjat ko'rilganda aniq yosh, staj, pensiya turi va asosiy hujjatlar hisobga olinadi. Uchinchi nozik jihat, pensiyaning kartaga tushishi va naqd olinishi. Ayrim pensionerlar naqd pul olishni afzal ko'radi. Ayrimlari kartadan foydalanadi. Bank kartasi qulay, lekin xavfsizlik qoidalari bor. PIN kodini hech kimga bermaslik kerak. Kartani doimiy ravishda boshqa odam qo'lida qoldirish tavsiya etilmaydi. Agar pensioner yurishga qiynalsa, qonuniy vakillik, ishonchnoma yoki belgilangan tartibda yordam olish masalasini to'g'ri rasmiylashtirish kerak. Aks holda kelajakda pulimni kim oldi? Men bilmaganman. Kartamdan yechib olishgan degan nizolar chiqadi. 4-nozik jihat, pensiyaning bir qismi ushlab qolinishi mumkin bo'lgan holatlar. Masalan, aliment qarzi, sud qarori, ortiqcha to'langan summani qaytarish, bank kreditlari bo'yicha avtomatik yechimlar, kommunal qarzlar bilan bog'liq ayrim to'lov mexanizmlari bo'lishi mumkin. Agar odam pensiyam 2 ga bo'lindi deb o'ylasa, aslida kartaga tushgan puldan bank avtomatik ravishda kredit to'lovini yechib olgan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun faqat pensiya jamg'armasidan emas, bankdan ham ko'chirma olish kerak. Bank ko'chirmasida pul qachon tushgani, qachon yechilgani, qaysi to'lovga ketgani ko'rinadi. 5-nozik jihat, pensioner ishlasa nima bo'ladi? Ayrim odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Bu holatda mehnat shartnomasi ish haqi, soliq va ijtimoiy to'lovlar bilan bog'liq ma'lumotlar tizimda aks etadi. Qonunchilikdagi amaldagi tartibga qarab ayrim qayta hisoblashlar, qo'shimcha hujjatlar yoki ma'lumot yangilanishi talab qilinishi mumkin. Men ishlayotgan pensionerlarga alohida maslahat beraman. Ish joyingiz rasmiy bo'lsin. Ish staji va ish haqi elektron tizimda to'g'ri ko'rinsin. Kadrlar bo'limidan ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Norasmiy ishlash keyinchalik pensiya huquqlariga ta'sir qilishi mumkin. 6-nozik shart, vafot etgan pensionerning pensiyasi. Ba'zan oila a'zolari ma'lum pensionerning kartasiga tushgan pulni ishlatib yuboradi. Keyin ortiqcha to'lov yoki qaytarish masalasi chiqadi. Bu juda ehtiyot bo'ladigan holat. Agar pensioner vafot etsa,
tegishli idoralarga xabar berish, dafn puli, meros oxirgi to'lovlar bo'yicha tartibni aniqlashtirish kerak. Kartadan pul yechib olish har doim ham muammosiz bo'lmaydi. Ayniqsa bu pul marhum nomiga keyinchalik noto'g'ri tushgan bo'lsa. 7-nozik jihat, qabul qilindi degan xabarni ko'rganda manbani tekshirish. Internetda sarlavhalar juda keskin yoziladi. Pensiya 2 ga bo'lindi. 6 yoshdan oshganlarga yangi tartib, hamma pensionerga o'zgarish. Lekin ichini o'qisangiz, ayrim hollarda gap loyiha haqida, ayrim hollarda boshqa davlat tajribasi haqida, ayrim hollarda esa faqat to'lov jadvalidagi texnik yangilik haqida bo'ladi. Men ekspert sifatida har doim rasmiy manbaga qarashni maslahat beraman. Pensiya jamg'armasi, hukumat qarorlari, qonunchilik bazasi, bankning rasmiy xabarlari, Telegramdagi sarlavha bilan hayotiy qaror qabul qilib bo'lmaydi. Endi siz aniq nima qilishingiz kerak? Shuni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'z pensiya miqdoringizni biling. Taxminan shuncha olaman deb yurmaslik kerak. Oxirgi 3 oyda kartaga qancha pul tushganini yozib chiqing. Masalan, yanvarda 1 million 210 ming, fevralda 1 million 210 ming, martda 1 million 210 ming tushgan bo'lsa, bu sizning odatiy miqdoringiz. Agar aprel oyida 700 ming tushib qolgan qismi tushmagan bo'lsa, darhol xulosa qilmang. To'lov sanasi ikkinchi qismga ajratilgan bo'lishi mumkin. Lekin oy yakunida ham yetishmovchilik bo'lsa, murojaat qiling. Ikkinchi qadam, bank ko'chirmasini oling. Buni bank ilovasidan, bankomatdan yoki bank filialidan olish mumkin. Ko'chirmada pensiya tushumi alohida ko'rinadi. Agar pul tushgan, lekin keyin yechib olingan bo'lsa, muammo pensiya jamg'armasida emas, bank kartasi xavfsizligi yoki avtomatik to'lovlarda bo'lishi mumkin. Agar pul umuman tushmagan bo'lsa, unda pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish kerak. Uchinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. Sizga odatda ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank kartasi rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, telefon raqami, ish staji bo'yicha qo'shimcha hujjatlar, arxiv ma'lumotlari, mehnat daftarchasi nusxasi, nogironlik bo'yicha tibbiy mehnat ekspert komissiyasi ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda hujjat ro'yxati farq qiladi. Lekin asosiy hujjatlar tayyor bo'lsa, idora yurish kamayadi. 4-qadam, murojaatni og'zaki emas, yozma qiling. Masalan, pensiya jamg'armasiga borganingizda nega pulim kam tushdi deb so'rab qaytib ketmang. Ariza yozing. Arizada ism, familiyangiz, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, qaysi oyda qancha pul tushgani, sizning e'tirozingiz nimadan iboratligi aniq yozilsin. Mening falon oy uchun pensiya to'lovim to'liq tushmagan deb hisoblayman. Hisob kitob tekshirib, yozma javob berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Yozma javob keyinchalik kerak bo'ladi. 5-qadam. Agar siz 6 yoshdan oshgan bo'lsangiz va bank kartasidan foydalanishda qiynalsangiz, ishonchli tartibni rasmiylashtiring. Farzandingiz yordam berishi yaxshi, lekin bu yordam tartibli bo'lishi kerak. Telefon raqami sizniki bo'lsin, SMS xabarlar sizga kelsin. Kartaning PIN kodi begonalarga berilmasin. Agar sog'lig'ingiz sababli o'zingiz borolmasangiz, qonuniy vakil yoki ishonchnoma masalasini notarial tartibda hal qiling. Bu oilada kelishmovchilik chiqmasligi uchun ham kerak. 6-qadam, pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, eski ish joylaringizni tekshiring. Ko'p odamlar sovet davrida shirkatda, zavodda, maktabda, kasalxonada, qurilish tashkilotida ishlagan, lekin hujjatlar tarqalib ketgan bo'ladi. Arxidan ma'lumot olish ba'zan vaqt oladi, lekin bu pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, bir kishining 5 yillik staji topilsa yoki yuqori ish haqi olgan davri tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi ehtimoli paydo bo'ladi. Bu har doim ham katta o'sish degani emas, lekin tekshirmasangiz huquqingiz bor yo'qligini bilmaysiz. 7-qadam, qarz va avtomatik yechimlarni tekshiring. Agar pensiya kartangiz kreditga bog'langan bo'lsa, bank har oy tushgan puldan ma'lum qismini yechib olayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, sizning pensiyangiz 1 million 400 ming so'm, kartaga shu summa tushdi. Lekin bank kredit uchun 500 ming so'mni avtomatik yechdi. Siz balansda 900 ming ko'rasiz va pensiyam kamayibdi deb o'ylaysiz. Aslida pensiya kamaymagan. Kartadan yechim bo'lgan. Buni faqat bank ko'chirmasi orqali aniq bilasiz. 8-qadam, rasmiy xabarlarni kuzating, lekin vahima tarqatmang. Ota-onangizga, qo'shnilaringizga, qarindoshlaringizga pensiya kesilar ekan deb aytishdan oldin aniq manbani tekshiring. Bir og'iz noto'g'ri gap keksa odamni xavotirga soladi. Men shuni ko'p ko'rganman.
Pensioner bir kecha uxlamay chiqadi. Ertalab idoraga boradi. Navbatda turadi. Oxirida esa uning pensiyasida hech qanday kamayish bo'lmagani ma'lum bo'ladi. Shuning uchun xabarni tushunib keyin ulashing. 9-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar bo'limi, keyin viloyat darajasi, zarur bo'lsa rasmiy elektron murojaat tizimlari orqali ariza yuborish mumkin. Murojaatda hissiyot emas, fakt bo'lsin. Sanalar, summalar, hujjatlar bank ko'chirmasi, oldingi javob nusxasi. Shunda masala tezroq ko'riladi. 10-qadam. Oilada pensiya budjetini rejalashtiring. Agar to'lov ikki qismda keladigan bo'lsa, xarajatlarni ham ikki qismga ajratish foydali. Birinchi tushumdan eng zarur xarajatlar: dori, non, oziq-ovqat, yo'l haqi. Ikkinchi tushumdan kommunal to'lov, qarindoshga yordam, kiyim-kechak yoki boshqa xarajatlar. Bu oddiy ko'rinadi. Lekin keksa odam uchun oy oxirida pulsiz qolmaslikning eng yaxshi yo'li reja bilan yurishdir. Demak, hurmatli tomoshabinlar, pensiya 2ga bo'linadi degan gapni eshitganda eng avvalo miqdor kamayadimi yoki faqat to'lov tartibi o'zgaradimi? Shuni ajratib olish kerak. Har bir pensioner o'z kartasidagi tushumlarni tekshirishi, bank ko'chirmasini olishi, hujjatlarni tartibga keltirishi va zarur bo'lsa pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qilish kerak. 6 yoshdan oshgan fuqarolar, ayniqsa kartasini boshqalarga berib qo'yganlar, pensiyasi kechikayotganlar, hujjati o'zgarganlar va staji bo'yicha shubha borlar albatta e'tiborli bo'lsin. Men sizga masalani vahimasiz, lekin jiddiy qabul qilishni maslahat beraman. Pensiya bu oddiy to'lov emas, ko'p yillik mehnatning natijasi. Keksa insonning kundalik hayoti dori, darmoni va tinchligiga bog'liq mablag'. Shuning uchun har bir so'mning qayerdan kelgani va qayerga ketganini bilish kerak. Sizning hududingizda pensiya to'lovlari qanday tushyapti? Bir martadami yoki qismlargami? Kamayish yoki kechikish bo'ldimi? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Fikringiz boshqa pensionerlarga ham foydali bo'lishi mumkin. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.